Yettinci qisım. Mava buzuq oynaydigan oyunning hammasini o'ynab bo'lib, endi kitobdan bosh ko'tarmaydigan yavaş Farhodni tepib opti deysa, bizlar Farhodga kuyib yurganda, bu buzuq kimlarning qo'ynida yurgan bo'g'aydi? Endilikda bir domlabla oqirib, yavaşni tepib, ishni to'g'rilamoqchi bo'pti-da. Zada o'yinchi qizlarga yaman. Egiz taqi chiqqanda qo'lingizni men tatay. Bar oyunni siz o'ynang. Dadingizni men tatay deb bichara Farhodsa. Endi necha odamdan oshgan buzuqning dardini tatib, bir umr pak qizning nima ekanligini bilmay o'tib ketadigan bo'ldi-da. Farhodqo bu buzuqning ishlarini bilmaydi. Mau buzuqdimi azroq vijdon yo'qkan deysa, bu bek nochi bo'lgandan keyin o'ziga o'xshashdan birini topsa bo'lmamdi deyman. Voy adash, bu buzuq shunchalik o'ylayolgan bo'lsa, Farhodni qo'ldiritib yurmas bo'g'aydi. Bundaq bir nimalarga o'zingni o'piritib yurmagina. Bo'ldi, menga ketayli. Qizlar Gulnoziyaning zetiga tegdi. Gulnoziya bularga ortiqcha tushuncha berib yurmadi. Faqat g'oliblarcha kulib qo'ydi. Bularning alpozdan Gulnoziya o'zini aqlab yursimi, bo'pti deb uning gapini anglab turdigandek emas edi. Konularning nijosatga chalma atsang yuzingga chachraydi deganidek, bular bilan tang bo'lib yurishning o'zi o'zini rasvo qilish bo'lib qoladi. Agar burunqi chaqlari bo'ladigan bo'lsa, Gulnoziya bundoq qizlarga bo'zdek bo'lib yurmaydi. Lekin u hozir Farhoddan nurg'un isil fazilatlarni o'rgangan edi. Shunga ularning so'zlariga sukut bilan javob qaytarib, ularning o'g'zini texmi bek qaynitibdi. Gulnoziya Farhodga kuyishdan ilgari o'yinchi ekanligi rost. U haqiqatan shoq edi. Nemishqidir hafta oxiri bo'lsa, uning yotoqqa so'linib o'tirg'isi kelmaydi. O'yin tomosha bor joyini izlab so'rab tepib o'ynaydi. Gerçi o sho'x bo'lsa-mu, lekin bir qism qizlardek o'g'illar bilan o'dil kelgan yerlarda qo'nib yurmaydi. Faqat san'at havasini naqshi muzikalik o'rinlarda bosadi. U o'zini ko'p qatim ogohlantirgan bo'lsa-mu, ammo yanala o'yinni ko'ngli xolib o'tiradi. Boshqa joylarda o'g'inish bilan bo'ladi bo'lmasa. Uning aşı o'yin xumarligi uni boshqalarning nazarida bir qism nachar qizlardek ko'rsatib qo'ygan edi. Mana endi u o'z ko'ngildagidek yigitni o'chirtib, uning bilan o'tarman deb burunqi sho'xliklarini tashlab, Farhoddan o'ginayotgan bugungi kunlarda uning burunqi o'yin xumarligi uni birmuncha kamsitish va haqoratlarga o'chirtib. Shunga u ulardan bekmi xafa bo'lib ketmadi. Chunki u o'ynab ketgan aşı o'yinlarni balkim boshqa bir o'ynagan bo'lsa, umi ashulardek o'ylab qolar bo'lg'aydi. Lekin qandoqli bo'lmasin, Gulnoziya o'ziga oq. Mayli boshqalar nima desin, agar Farhodlar o'ziga ishonsa, bir umr Farhodning vafodori bo'lib o'tadi. Farhoddek isil yigitga qizlar oshiq bo'lmasa to'g'ri bo'lmaydi-da. Albatta, bu mo Farhodning jalb qilish kuchining yuqoriligini ko'rsatib beradi. Lekin bir tarafdan o'ylasa, agar mushundoq ahvollar davomlashaversa, Farhod tavirinib qolsa, Farhoddan ayrilib qolarmanmi deb andish qiladi. Undaqmi bo'lmas. U bundoq o'ylasa qo'rqitma qiladi. Yana bir tarafdan o'ylasa, Farhod o'zini tushunadi. Mayli boshqalar nima desin, u Gulnoziyaga ishonadi. U shundoq deb o'ziga tasalli beradi. Gulnoziya mushularni o'ylab o'tib, o'zicha kulib qo'ydi. Belkim Farhod ikkimizning muhabbati mushu ishlar orqali sinilayotgandi. Biz parvo qilmay yuraversak, ularning og'zimi bir kunlarda yumular. Mushu kunlarda Dilmiramo kunlarini taslikda o'tkazayotdi. U nechqatim o'ziga kesib ish qilishni,
burunqidek azmanlik qilib o'ltirmaslikni eskartib tursimu, ammo yana nemishqidir tavirinib qilvatadi. O necha qatim Gulnoziyaning nomerini besib bo'lib, ulanish knopkasini bosadigan chog'da yana to'xtab qoladi. Har qatim mushu ahvol takrorlansa, o'z-o'ziga koyib ketadi. Qara sening jur'atsizligingni, Dilmira. Bunda qilib o'tirsang, bir umr g'am yutib o'tsan. Jonliqroq bo'lsang bo'lmamdi deyman. Senmi Gulnoziyaning yerimchilik tirishgan bo'lsang, balkim bugungi kunda Farhod sana tava bo'lar bo'lg'aydi. Oxiri bir kuni Dilmira zo'r g'ayratga kelib Gulnoziyaning yotiqiga telefon urdi. Telefonni Gulnoziyaning yotoqdashi Sabira olgan edi. Dilmira Sabiraga Gulnoziyani chaqirib qo'yishni aytdi. Ammo Gulnoziya telefonni qo'lga olib, gap qilish bilanla u yana telefonni qo'yibdi. Bo'ldala, sen Farhodning tushini ko'rman demay, momangni yegina. Adam bo'shang bo'la, mushundaqmi bo'lamdi deyman. Bo'ldi, ishingni qil. Deb o'z-o'ziga ko'yishga boshladi. Qanday qilaman? Tuyuqsiz nima deyishimni unutib qolib u telefonni qo'liga elishi. Voy bo'ldi. O'zini aqlab ketganni buni. Uningdan ko'ra voz kechdim degina bo'ldi. Yo'q, men Farhoddan voz kechamayman. Meni Farhodsiz yasha deganlik, beliqni suvsiz yasha degan bilan o'xshash. Undaqda turgirak bo'lmamsan, lingtasmalik qilmay. Ha, mana endi qat'iy qarorga keldim. Endi yonmayman. U hadab o'z-o'zi bilan ashu tarzda paranglashadi. Oxiri yana g'ayratga kelib Gulnoziyaga qayta telefon qildi. Bu qatim telefonni Gulnoziya o'zi oldi. Voy, yaxshimisiz? Kimni izlaysiz? Men Gulnoziyani izlaydim. Ha, men shu. Siz kim? Ismim Dilmira. Siz meni tonimaysiz. Lekin men sizni taniyman. Mening boshqa maqsadim yo'q. Faqat shu, siz bilan paranglashib baqsam deb o'ylagan. Vaqtingiz bormi-du? Bu so'zlarni anglab Gulnoziya ikkilanib qoldi. U bir nim deb bo'lguncha Dilmira ismli qiz o'zi gap qilib qoldi. Agar ati vaqtingiz bo'lsa, tushdan keyin soat 6 da ko'rsak bo'pti-kan. Men qarang, gapingiz bo'lsa, telefonni davering. Qo'liqim sizda. Xato tushunib qolmang. Biz yana 100 dirani ko'rsak bo'pti-kan. Gulnoziya Dilmirani tunimag'achqa, o'tgangi qizlardek ishqa yo'l qilib qolmay deb rad qilib o'tmoqchimi bo'ldi-yu. Ammo yanala qizning bir xil bechorlarcha deyotgan so'zlarini anglab, uning bilan ko'rishib boqqisi keldi. Gulnoziya bilan Dilmira ikkisi maktab oldidagi Didar tez tomoqxonasida tomoqlanib o'tiradi. Dilmira Gulnoziyaga biror ichimlik ichishni aytganda, Gulnoziya uni rad qildi. Chunki Gulnoziya ichimlik tufayli o'z ipitini yo'qotib qo'ygan qizlarning hikoyasini ko'p anglagan edi. Gerçi Dilmira ko'nglida hech qanday yomon xiyolni o'ylamay, noiti tuzli gap qilgan bo'lsa-mu, ammo Gulnoziya Dilmiraning maqsadini bilmagachga, yanala uningdan ehtiyot qilyotdi. Bo'libmi Farhod bilan ikkisi hozir kishilarning og'ziga, ingiga yaqin bo'lib qilayotgan mushu kunlarda u ehtiyot qilmasi bo'lmaydi. Dilmirami uningga ortiqcha zo'rlab yurmadi. Gulnoziya pat-pat Dilmiraga qarab qo'ygach, o'z sulkitini buzmay o'ltirib tomoq yeyotdi. Uning Dilmiraga qarab qo'yishi gaping bo'lsa demamsan degani edi. Ammo Dilmira hech hozir gap boshlaydigandek emas. Noiti ishta bilan tomoq yeyotdi. Bir chaqda tomoqlarni yeyib bo'lindi. Endi Dilmirami gap qilmasi bo'lmaydiganligini his qilib, kelini qirib qo'ydi. U yanala gapni nereden boshlashni bilmayotdi. Lekin Gulnoziya uningga mixtaq qadilib o'tiradi. Xalqni chaqirib chiqib qo'yib, yana tilimni chaynab o'tirsam qanday bo'ladi? Ha, men Dilmira bo'laman. Dilmira shundoq deb oxiri gap boshladi. Farhodning to'liq o'tir maktabdagi savoddishi. Hozir mushu maktabning qo'llanishchan uchur texnik kasbining o'quvchisi. Anglasam Farhod ishkanglar yurib etibsizlar. Sizdan shuni so'rab baqsam, siz Farhod bilan mundaqla yurib qo'yyotamsiz yoki uning bilan oxiriga elib chiqish o'yingiz bormi? Gulnoziya Dilmiraning tulumdan to'qmoq chiqqandekla deyotgan so'zini anglab hang-tang qoldi. Farhod bilan yurayotganim rost, lekin mening uning bilan qanday o'tishim siz uchun shuncha zarurmi? Ko'nglimdagini sizga desam,
Men sizni qattiq tonimayman. Ham siz bilan bir fursatmi aloqam yo'q. Bu xil ahvolda men nima deb sizga shaxsiy qarashlarim haqida so'zlab yurgidekman? Gulnoziyaning bundaq deyishini kutmagan Dilmira huduqib qoldi. U ko'nglida Gulnoziyadan ashundoq deb so'rsam, u menga ko'ngildagini deb berdi deb o'ylab qolgan edi. Ammo kutmaganda Gulnoziya Dilmiraning erishmoqchi bo'lgan savoliga javob berishni xohlamadi. Endi Dilmira ochiq gapni qilmasa bo'lmaydiganligini tunib yetdi. Men rost gapni qilay. Mening ko'ngil biladiganim siz emas, balki Farhod. Bilamsiz, men Farhod bilan to'liq o'tirib maktabda birga o'qiydigan chaqlarda uni yaxshi ko'ratdim. Lekin u vaqtda jur'atsizligimdan uningga ko'ngil izhor qilmagan edim. Ham qizlik g'ururimning yeriga urilmasligi, ham o'qishni oldingi o'ringa qo'yganligimdan bo'lgan. Uningga bo'lgan muhabbat meni mushu maktabga, ya'ni Farhodning qashig'i olib keldi. Ammo bu maktabga kelib, yana aldirash bo'lib ketdik. Balkim bu mening topgan bahanamdir. Sizmi ko'rib turibsiz? Men unchalik go'zalmi emas. Shunga o'zimga toza ishinib ketolmadim. Lingir-taqtaqlik qilib, uni qo'ldan chiqarib qo'ydim. Farhodmi bir kimlar bilan yurmagan edi. Ammo u siz bilan yurib qopti. Uning siz bilan yurgan kundan boshlab men o'zim emasdek his qilgan bo'lib qoldim. Asli u bir kim bilan yurmagan bo'lsa, men bilan yurmagan taqdirda ko'nglim to'xtirar edi. Lekin u hozir siz bilan yuribdi. Siz chiroyli qamshoq, siz turgan yerda uning meni tanlamaydiganligini obdan bilaman. Lekin men yanala sizning qanday yo'l tutganligingizga qiziqaman. Agar siz rostla ilgirki sho'xligingizni tashlab, uningga umrlik jup bo'lishni o'ylagan bo'lsangiz, men bu muhabbatni o'ylamaslikka tirishaman. Ammo qandaqdir uning bilan mundaqla aralashib qo'ygan bo'lsangiz, sizning chekinib chiqishingizni umid qilaman. Dilmira o'zini bunchalik gap qilalayman deb o'ylamagan edi. Ammo boshqa kelganda botur deb odam o'z beshiga qadilib qolganda mushundoq jur'atlik bo'lib ketadiganligini his qildi. Gulnoziya Dilmiraning o'zining burunqi ishlarini noyati siyliq bilan agitib turib tilga olgan bo'lsa-mu, ammo yanala o'zini urayotgandek deyilgan bu gapdan g'ujida ochiq keldi. Biroq Dilmiraning Farhodga bunchalik oshiq bo'lib, bundoq ko'ngil bo'lib ketishidan yanala Dilmiraga ichi og'irdi. Lekin ichim og'irdi deb Farhodni o'tnib bergili bo'lsinmi? Gulnoziya Dilmiraning o'ziga iltijolik tikilib turishidan bir narsa demasi bo'lmaydiganligini his qildi. Lekin nima deyish kerak? Albatta, uning bu muhabbat yo'lidan chekinib chiqqisi yo'q. Ammo sen ishingni qil, Farhod mening degili bo'lmaydi. Ko'ngil ishi nozik ish. Dilmiraning ko'nglini og'ritib turib, o'zining Farhodni qo'ldan bergisi yo'qligini, uni yaxshi ko'rdiganligini, qandoqdir uni kuldirlatib yurmayotganligini qandoq aytish kerak? Dilmira, qandoq desam, sizning ko'nglingizdan og'irmaydiganligini bilmadim. Bu munosabatda cho'qim birimizning azar yeyish aniq. Mening burun o'ynab yurganim rost, lekin men o'zimga yuz kelolmaydigan ishni azaldan qilib boqmagan. Mayli, buningga boshqalar ishonsin yoki ishonmasin, bu jihatda men o'zimga aq. Mening Farhodga bo'lgan muhabbatim chin muhabbat. Mening qandaqdir uning bilan mundaqla yurib qo'yish o'yim yo'q. Men Farhodni menga ham tunjisi, ham oxirgisi bo'lsa ekan deb o'ylayman. Bo'ldi, gap qilma. Demakchi bo'lganlaringizni tushundim. Xotirjam bo'ling. Men oranglarga qisilolmayman. Men imkon bor uni unutishga tirishaman. Dilmira shundoq deb o'rnidan turibla o'rilib chiqib ketdi. Gulnoziya uning keynidan qarab qoldi. Aniqki Dilmira yig'layotdi. Uni ko'rib Gulnoziyaning ichi ochiq bo'lib qoldi. Gulnoziya Dilmira bilan bo'lgan suhbatdan keyin Farhodni boshqacha qadrlaydigan, izzatini burunqidanmi bakrak qildigan bo'lib ketdi. Farhodmi Gulnoziyaning ko'nglini izlab, uni qadrlab o'tdi. Ular mushundoq yurib, oliy maktab o'qishini tamomlab bo'ldi. O'qish bitirib kelib, Farhod shaharga yaqinroq bir yezdagi o'tir maktabda o'qituvchi bo'lib ishildi. Lekin nima bo'lgan? Gulnoziya imtihondan o'tolmay, tunji yili ishsiz o'ltirdi. Farhod yangidan xizmatga chiqqachqimi, xizmatda akitib ham qizg'in edi.
Ammo Gulnozga uyda bekor bo'lg'achqa ichsiz qilamdi, hadisa Farhod bilan kirishib olib, uning ko'ziga kirib o'tadi. U hadislar Farhodga telefon qilib o'ziga hamroh bo'lishni, o'ynatishini talab qilib turib oldi. Lekin tuzumning ichida turayotgan uning ustiga yangi xizmatga chiqishga unda qilamay o'tadi. Gulnoziyaning mijozi o'zgarib, borgan sari sapralishib ketayotdi. Hafta oxirlari Farhod bilan ko'rishganlarda uningga chalvaqab ketadi. Bir kun u zodala o'zini tutolmay qoldi. Endi meni xizmat yo'q ko'rib, tinivatsiz shundaqmi? Ochiq gapingizni qiling. Ham kechikmaysiz. Siz nima bilan da'vatsiz Nozi? Men azaldan unda o'ylab baxmadim. Mening qandoqligimni bilasiz-ku, dedi Farhod uning o'ziga o'xshamayli qilib turqaga qarab. Burunga biletdim. Hozir toza bilamayapman. Telefon qilsam olmaysiz. Texi besib yetishirsiz ba. Necha soat o'tgan rasmiyat uchun mundaqla qaytarib qo'yasiz. Hadisi vaqtim yo'q. Xizmatlar undaq aldirashay. Darsim mundaq chexyay degandek aqmas bahona sabablarni ko'rsatasiz. Hozir sizning kallangizda men zodira yo'q. Undaq emas jonim. Kallamda sizning bo'lmasligingiz mumkinmi? Aytganlarim rost. Darsim haqiqatan ko'p. Ba'zida topshiriqlar do'linib ketadi. Darsim haqiqatan ko'p. Ba'zida topshiriqlar do'linib ketadi. Kechlarda ishdan tushib seminar qo'shib tugatmasam tugamaydi. Maktab har hafta degidek bizning materiallarimizni qaralik tekshirib turdi. Amdil xizmatga tushib, boshqalarga ish oqtirmaydigan ta'sir berib qo'ymay deb bakrak kuchab qilyapman. Undaqmi bo'lib emas. Kelasi mavsumlarda darslarimiz sal ozilsa, sizga ko'proq hamroh bo'laman. Bo'ldi, xapamanga. Farhod shundoq deb uningga tasalli bergach, haqiqiy ahvolni tushuntirdi. Bugun Gulnoziyaning sabr qochisi haqiqatan to'shib ketgan bo'lsa kerak. U Farhodning tushuntirishlariga quloq solmadi. Aksicha Farhodning o'ziga bergan tushunchalari uningga bahona sabab topgandek tuyulib ketdi. Bo'ldi, so'zlamayli qo'ying. O'zingiz mushu gaplarimga ishindi deb o'ylayapsiz. Meni bilmaydi deb o'ylamang. Siz hozir desam demasam, Dilmira bilan oldirasiz. Gulnoziya ko'zlaridan g'azab o'chqinlarini chachirtib turib shundoq dedi. Farhod quloqlariga ishonmay qoldi. Gulnoziya nim davatidi. Mening Dilmira bilan nima aloqam bor bo'g'aydi? To'g'ri. Biz to'liq o'tira maktabdagi saboqdosh, oliy maktabdagi maktabdosh, hozir bir maktabda xizmatdosh. Lekin uningdan halqib ketgan munosabatim yo'q edi, deb o'yladi. Nim davatsiz? Dilmira bilan mening nima ishim bor ekan? Gapni aniq qiling, ha? Siz o'zingizga o'xshamayli qoldingiz-ku. Men taniydigan hilqi Gulnoziya qani? Bundaq ta'tirlik qilmang, Nozi, dedi Farhod Gulnoziyaning ta'tirligidan jilib bo'lib. Gulnoziya hozir o'zining sarangladek bo'lib qolgani yodida yo'q. Aksicha Farhodni o'zgardi. Xizmatga chiqib-la meni unutib ketdi deb o'ylab yana saranglik qilg'ala turdi. Men ashundaq ta'tir texi bilmaganma. Endi Dilmirani ko'ribla. Men ko'zingizga sig'may qolyapman shundaqmi? Yaxshi. Uning turqi oshichilik bo'lib qopti ekan. Agar mening yerimimchilik bo'lgan bo'lsa ish bor deyman. Zada o'g'illarning hammanglar o'xshash. Hu o'qti turmay po'qti turdiganlar. Siz nimandaq gap qilsiz, Nozi? Bo'pti. Meni nim desangiz da bilang. Lekin nemiski boshqalarni bekordan-bekor haqoratlaysiz. Hech kim sat bo'lman deb bo'lmaydi. Biz o'zimizning go'zalligidan xush bo'lsak bo'ladi. Lekin boshqalarni unda haqoratlasak bo'lmaydi. Men dedim-ku, zodi bir yeri bor deb. Agar undaq bo'lmasa, u odami satki shunchalar yan besib ketadingiz. Bo'ldi qara. Moshinchilik bo'lsa yetar endi. Sizni ko'ngli yerim deb shuncha tushuntirsam, nimandaq ta'tirlik qilsiz? Qo'lingizni silkib o'ting. To'liq qalaymiga xayollarda bo'lmang. Rostini desam, mening yana siz bilan tagishib to'kalishib o'tag'im yo'q. Obdanroq o'ynab yiqing. Qo'lingiz yechilganda meni izlang. Farhod shundoq deb ketib qoldi. Tagdırnıng çaقچىقى namlıq köp qismlik awazlık asarning 7-qismini anlattık. Avtori Zeynepgül Abdurrahim.
rollarga Yusufjon Abdurahmon bilan Maryamgul Xushxo'y ovoz bergan.